uchun hozir Ramazon ketsa ham, Xudodan ketsa ham men hech qachon afsuslanmayman, chunki bo'lish kerak narsa bo'ladi. U bo'lmasa boshqasi bo'ladi. Undan keyingisi bo'ladi, sekin-sekin. Bizani yana ham bu narsa kuchliroq qiladi. Qaysidir shogirdimizga ko'p mehr beramiz, qo'ldan kelgancha yordam qilamiz, bo'sh qilamiz. U bizdan ketib boshqa trener ketib qolsa, u yomon habibni bo'ladi. Bu yomon afsuslantiradi. Yoki o'zingiz farzandingizga qaraganda qaraysiz. Yemək yedirasiz, ichib ichirasiz, mehringizni berasiz. Sizga qimmatga tushgan narsalar o'rgatasiz. Sizga pulga tushgan narsani tekinga o'rgatasiz. Ertaga qoqilmasin deb, ertaga yiqilmasin deb. U yutqizsa ham o'sha mag'lubiyatni bo'yningizga olib boshqalar oldida egilib turasiz. Yutsa, qattan bo'yningizni ko'tarasiz, lekin o'sha paytda sizni tashlab ketgan shogirdingiz endi sizga qimmatga tushadi. Islom Muhammadjonov unaqa holatda ketmaganligi uchun men undan xursandman.